رمضان سايبنا ورايح فين؟ يا شهر واحد مش شهرين، يا أحلى أيام عشناها بنودعك بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثواب من قال هؤلاء الكلمات بعد الوضوء. مصنف رحمه الله dediler: tahoratdan keyin ushbu so'zlarni aytgan odamning savobi. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: sizlardan biron kishi tahorat qilsa va tahoratini to'la qilsa, so'ngra aytsaki: ashhadu an la ilaha illalloh vahdahu la sharika lah va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluh. U uchun jannatning 8 eshigi ochiladi, xohlaganidan kiradi. Ya'ni Alloh taolodan boshqa barhaq ma'bud yo'q, faqat Alloh taoloning o'zigina barhaq, yolg'izdir, sheriksiz deb guvohlik beraman va Muhammad Allohning bandasi va elchisi deb guvohlik beraman deb aytsa. Albatta buni arabchasini yodlab, arabcha aytgan afzal. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد جيد والنسائي وقال الصواب موقوف. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Dedilar: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kim Kahf surasini o'qisa, u uchun qiyomat kunida o'sha turgan joyidan to Makkagacha nur bo'ladi. Kim Kahfning oxiridan 10 oyatni o'qisa, ba'zi bir rivoyatlarda avvalidan deyilgan, so'ngra Dajjal chiqadigan bo'lsa, Dajjal unga zarar bera olmaydi. Kim tahorat qilsa va aytsaki: Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Kaffaratul majlisda ayni duosi. U uchun mana shu aytgan duosi teriga yoziladi, so'ngra uni xatmlab qo'yiladi. Bu xatm to qiyomatgacha ochilmaydi. Tabaroniy rivoyatlari, Nasoiy ham rivoyat qilganlar. Bu hadisni Abu Sa'id al-Khudriga mavquf deyilgan ekan. Bu hadisda bizning bobga taalluqli joyi tahorat qilgandan keyin ushbu duoni aytish. Subhanakallohumma va bihamdik. Ey Parvardigor, men seni hamding bilan senga tasbih aytaman. Alloh taolodan boshqa barhaq ma'bud yo'q, faqat sening o'zinggina barhaqsan deb guvohlik beraman. Senga istig'for aytaman va senga tavba qilaman deb aytsa, bu narsalar teriga yozib, xatmlab olib qo'yilar ekan qiyomat kunigacha. ثواب من صلى ركعتين بعد الوضوء.
tahoratdan keyin 2 rakat namoz o'qigan odamning savobi. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله عنه رواية قلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال dediler: ey Bilal, sen menga islomda qilgan eng o'zing umid qiladigan, umidingni bog'laydigan amalni menga aytib bergin dedilar. Nima ish qilding sen islomda eng umidlik? Men seni oyoq kiyiming tovushini jannatda o'zimdan oldinda eshitdim. Bilal dedi: men qachon kechqurunda bo'lsin, kunduzda bo'lsin tahorat qiladigan bo'lsam, albatta ana shu tahorat bilan Alloh taolo menga yozgan namozni o'qiganman. Shu amalim meni oldimda eng umidlik, eng umidim bog'laydigan amalim mana shu dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. رواه مسلم. عقبة بن عامر رضي الله عنه رواية قلنا dedi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: kimki tahorat qilsa va tahoratni chiroyli qilsa, 2 rakat namoz o'qisa, bu 2 rakat namozga qalbi bilan va yuzi bilan yuzlansa, u odam uchun jannat vojib bo'ldi. Imom Muslim rivoyatlari. Tahoratni chiroyli qilgandan keyin 2 rakatgina namoz o'qishning ajri o'sha odamga jannatning vojib bo'lishi. Vojib bo'lishi degani batahqiq bu odam albatta jannatga kiradi degani bo'ladi. Bu juda ham katta ajr savob. Qanday endi shu 2 rakat namozga shunchalik ajr beriladi? Bu juda ham qimmatbaho ajr bo'layapti. To'lov juda ham qimmat bo'layapti. Buni qimmatligini mana shu hadisda aytilgan ishni qilib ko'rgan odam biladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, tahoratni chiroyli qilgandan keyin, xayr tahoratni chiroyli qilsin. 2 rakat namozni qalbi va yuzi bilan namozga yuzlanib, yuzi bilan yuzlandi, ya'ni turdi, qiblaga qarab Allohu akbar dedi. Bu endi yuzi bilan yuzlanishi. Qalbichi, qalbi ham namozga yuzlanish kerak. O'y fikrlar, xayollar, dil so'zlari hamma narsadan xoli bo'lish kerak. Shu 2 rakat namozning ichida Alloh taologa munojat qilish kerak. Nima aytayotgan bo'lsa, nima o'qiyotgan bo'lsa, shuni tadabburi bilan, shundan boshqa narsaga xayolni bo'lmasdan 2 rakat agar namoz o'qiydigan bo'lsa, u odamga jannat vojib bo'ladi. Bu aytilishi oson, lekin amalda bajarish juda ham qiyin bo'lgan amal. 2 rakat namoz. Sinab ko'ring, harakat qiling. O'zingizga Allohning jannatini vojib qilishga harakat qiling. وعن عثمان رضي الله عنه أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم.
Usmon radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi tahorat oldilar. So'ngra aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni xuddi mana shu tahoratim kabi tahorat olganlarini ko'rdim. So'ngra aytdilarki, kim mana shu tahoratim kabi tahorat olsa, so'ngra 2 rakat namoz o'qisa va ana shu 2 rakatda nafsi bilan so'zlashmasa, ya'ni ichida o'zi bilan o'zi gaplashmasa, u odamning o'tgan gunohlari kechiriladi. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlari. 2 rakat namoz o'qishni ajri jannat. 2 rakat namoz o'qib dilida o'zi bilan o'zi gaplashmaslik, hadis nafsdan xoli bo'lgan 2 rakatning ajri uning butun o'tgan qilgan gunohlariga kafforat, kechirilib ketishi. Subhanalloh. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود. Zayd ibn Khalid al-Juhani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: kim tahorat qilib tahoratini chiroyli qilsa, so'ngra 2 rakat namoz o'qisa, unda sahv qilmasa, ya'ni namozni shunday o'qiydiki, ya'ni ikkilanish bo'lmaydi. Falon narsani qildimmi, falon narsani aytdimmi, yoki hozir 1-rakatdamanmi, 2-rakatdamanmi, al-muhim har bir qilgan amalini o'z joyida qilganligini biladi va bironta sahv qilmaydi. Shunday qilgan odamni o'tgan gunohlari kechiriladi. Abu Dovud rivoyatlari. Alboniy bu hadisni hasan deganlar. Demak, tahorat olgandan keyin nafil bo'lsin, nafil mutlaq nafil namoz bo'lsin yoki sunnat bo'lsin, sunnat rotiba bo'lsin, farz bo'lsin, agar inson 2 rakat yoki 4 rakat namozni sahv qilmasdan o'qiydigan bo'lsa, bu odam uchun juda ham katta ajrlar bor. Birinchidan unga jannat vojib bo'ladi. Ikkinchidan uni o'tgan gunohlari kechiriladi. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 شك سهل يحسن فيهن الذكر والخشوع ثم استغفر الله غفر الله له. رواه أحمد بإسناد حسن. Abu Darda radhiyallohu anhu da rivoyat qilinadi. Aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni shunday deyayotganlarini eshitdim: kim tahorat olsa va tahoratni chiroyli qilsa, so'ngra turib 2 rakat yoki 4 rakat namoz o'qisa. Sahal bu necha rakatligida shak qilyapti, 2 rakatmi yo 4 rakatmi? Bu namozida zikrni va xushu'ni chiroyli qilsa, zikrlarni chiroyli qilib aytsa, har bir zikr, aytayotgan zikrlarni ma'nolariga e'tibor berib, tushunib chiroyli qilib aytsa va xushu'larni ham joyiga keltirsa, chiroyli qilsa, so'ngra Alloh taologa istig'for aytsa, namozni ichida bo'lsin, tashida bo'lsin, Alloh taolo uni albatta gunohlarini kechiradi. Masalan, bir inson bir gunoh ishga qo'l urdi, shu gunoh ishga qilgan gunohiga istig'for aytmoqchi, tavba qilmoqchi. 2 rakat namozni mana shu aytilgan hadisdagidek chiroyli tahoratni qilib, 2 rakatni juda ham chiroyli zikrlarni, xushu'larini chiroyli qilib o'qib, keyin Alloh taologa istig'for aytadigan bo'lsa, albatta Alloh taolo uni gunohlarini kechiradi. Muhtaram birodarlar, tahoratdan keyingi zikrga muvozabat qilaylik. Tahoratdan keyin agar imkon qilsak 2 rakat, xuddi
Bilal roziyallohu anhuga o'xshab namoz o'qiylik. Shoyat biz ham mana shu qilgan ibodatlarimiz bilan jannatni o'zimizga vojib qilib olsak. Alloh taoloning fazli karami keng. Alloh taolo barchalarimizni o'z fazli karamlari bilan siylasin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.